Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlarim, aziz yurtdoshlarim, barcha kunlarning saidi, mo'minlarning bayrami bo'lmish juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Bugun qalbingiz sokinlikni, ruhingiz esa duo va zikrni so'raydigan kun. Hozir men sizlarga juma kuni fazilati haqida qisqacha ma'lumot beraman. Juma shunday kunki, unda qilinadigan duolar ijobat bo'ladigan maxsus bir soat bor. Bu soatni duolar bilan, istig'forlar bilan o'tkazmoq mo'min uchun ulkan baxtdir. Keling bugun niyatlarimizni xolis qilib, Robbimizga iltijo qilamiz. Duolar o'qiymiz. Birinchi duomiz tavba va istig'for. Allohdan tavba, gunohlarini mag'firat qilish uchun so'raydigan duomiz bu. Allohim, bilib bilmay qilgan gunohlarimni o'zing kechir. Bizni o'zing to'g'ri yo'ldan adashtirma. Qalbimizni iymon nuri bilan to'ldirma. deb amin deb duo qilamiz. Ikkinchi duomiz rizq va baraka so'rash duosi. Ey rizq beruvchi zot, xonadonimizga baraka, kasb-korimizga unum ber. Bizni hech kimga muhtoj qilib qo'yma. Halol rizqlaring bilan siyla. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Amin deb rizq so'rash, baraka so'rash uchun bu duoni o'qiymiz. Uchinchi duomiz oila va farzandlar uchun. Oila va farzandlar uchun ushbu duoni o'qishlari mumkin. Robbim ota-onalarimizning umrlarini ziyoda qil, dard va hasratdan asra, farzandlarimizni soliha bandalardan qilgin. Amin deb oila va farzandlar uchun o'qiymiz. To'rtinchi duomiz tinchlik va ofiyat so'rash uchun o'qiladi. Allohim, yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin. Bemorlarga shifo, dardmandlarga najot ber. Qalbi mahzunlarga o'zing taskin berguvchisan. Allohim, amin deb tinchlik va ofiyat uchun duo qilamiz. Azizlar, ushbu muborak kunda qilingan barcha duolarimiz dargohida qabul bo'ladi. Agar bu videoda qalbingiz oz bo'lsa-da taskin bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ulashing. Zero yaxshilikka dalolat qiluvchi uni qilgan kabidir. Hayotim sahifalari kanali sizga eng yaxshilarini tilaydi. Salomat bo'ling azizlar. Keyingi videolarda